Turmushga chiqishimdan oldin juda ham ko'p niyat qilganman. Qaynonajamga nima qilsam, o'zimni ham onamga shunaqa qilaman deb. Bugun onajonlarimga surprizim bor. Ular bilishmaydi, hozir sizlar bilan birgalikda tayyorgarlik ko'ramiz. Siz baxtimga bormisiz? Siz baxtimga bormisiz? O'zingizga yetmasdek, mening dardim ham ustak. Yana yurak qilib qon. Joylarni tayyorlab turguncha sizlar kommentariyada nima sovg'a qotganimni taxmin qilib turinglar. Chidaysizmi onajon? Bugun chiqdi horg'in, onajonim sog'in. Уже kelishyapti. Hammasini bitta videoga sig'dira olmadim. Podpiska bo'lib olinglar, like bosinglar. Keyingi videoda Xudo xolasa nima sovg'a qilganimni ko'rsataman. Amonmi chiroyligim?